Yuridik razborda davom ettiramiz do'stlar. Hammaga taniqli bo'lgan, juda ham ko'pchilikka yoqqan bir paytlar o'sha Fotima va Zuhra degan kinoni bugun sizlar bilan birgalikda yuridik razborini qilamiz. Butun kinoni qilib olmaymiz, ayrim joylarni birgalikda ko'ramizda, nima javobgarlik borligini birgalikda aniqlab olamiz. Qani, ketdik. Salom yigitlar. Nima gap, tinchmi? Papa, ko'p qiladi. Nima buncha tipirchilarning jim bo'lsang. Mana shu yerda odamni o'g'irlash moddasini qo'llash mumkin. Ular birinchidan ayol kishi kelyapti, hamma tushungan, aytdi, fohishalik bilan shug'ullanish masalasi ko'rsatilgan kinoda. Fohishalik bilan shug'ullanganlik uchun modda bor. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda 190-moddasiga asosan javobgarlik ba'zi hisoblash miqdorini 3 baravaridan 15 sutkagacha ma'muriy qamoq jazosi belgilanishi mumkin. Mana ko'rdik, o'sha fohishalik bilan shug'ullanib turgan qiz prosta ko'chada ketib turganda uni o'g'irlab ketishyapti. Bir nechta yigitlar, ya'ni oldindan til biriktirib, shu mashinani tayyorlab qo'yib, bittasi tayyorlan kelyapti deyapti-da, olib o'g'irlab ketyapti. Odam o'g'irlash uchun buning uchun modda bor. Jinoyat kodeksining 137-moddasi bor. Aynan shu odam o'g'irlash degan 138-moddasi bor. Bu o'sha jinoyat kodeksiga asosan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Ya'ni qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Oldindan til biriktirib bir guruh shaxslar tomonidan odam o'g'irlash. Dalsh ko'ramiz. Ma, ol. Mana yerda mana ko'rdik, bular zo'rlashdi, amalga oshirdi. Ya'ni qizni o'zini erkinligiga qarshi jinsiy aloqaga kirish bilan bir necha shaxslar shug'ullangan. Demak, oxirida bu qizni o'zi ham aytadi, misol uchun iltimos qilsalaring bo'lmasmidi, zo'rlash shartmidi? Albatta zo'rlash kerakmi? Iltimos qilsanglar ham bo'lardi-yu. Borchiq. Demak, zo'rlash uchun javobgarlik bor, 118-modda bor jinoyat kodeksida. Buning uchun ham bu uzoq yillik muddatlarga qamoq jazosi belgilangan. Dalsh ko'ramiz. Salom alaykum. Qalaysiz? Yaxshi, rahmat. Farqi yo'q agar Nima men tanimading, Gulya? Baliqday tipirchilashini qara buni. Tezroq kir, tomoshani boshlaylik. fashistlar, uyatsizlar. Bu yerda mana ko'ryapmiz, demak, bular bu harakatini doimiy ravishda sodir qilib kelyapti. Ya'ni zo'rlash, odam o'g'irlash bir marta emas, har doim mana bitta qizni ko'rsatishgan kinoda, keyin yana boshqa qiz mana kiyimlarni kiyib turib yig'lab ana qiladi. O'sha momentda biz aytishimiz mumkin, ya'ni takroriylik bor bu jinoyatda, doimiy ravishda jinoyat sodir qilib kelyapti. Bu endi o'sha eski davrdagi kinolar, o'sha paytlarda bunaqa narsalar juda avjiga chiqqan bo'lgan. Bugungi kunda yo'q bunaqa narsalar. Demak, davom ettiradigan bo'lsak, kinoga o'zi ta'rif berib ketmoqchiman. Kinoda nimani ko'rsatmoqchi bo'lishgan rejissyorlar, ya'ni o'sha bir guruh shaxslar, bezorilik bilan shug'ullanadigan yigitlar, deylik o'sha qahramonlar, demak, o'sha qizlarni, fohishalik bilan shug'ullanib turgan qizlarni doimiy ravishda o'g'irlab turib, olib borib ularni zo'rlab, boshqa qilib, keyin qo'liga pulni berib yuborsak, ular gapirmaydi, hech qanaqa ariza yozmaydi deb shunaqangi ish bilan shug'ullanib kelishgan bo'lgan. Keyin kunlardan bir kuni yana shu ish bilan shug'ullanishni boshlashganda, to'g'ri bitta fohishalik bilan shug'ullanmaydigan qiz o'tib ketib turgan bo'ladi va o'sha qizni ham o'g'irlab olib borib zo'rlashadi va taqdir taqozo bilan o'sha olib borib zo'rlangan qiz o'sha yerdagi zo'rlashda ishtirok etib turgan bolalardan birini singlisi bo'ladi. Mana shu yerda aynan mana shu zo'rlangandan keyin o'sha yigitlardan birini singlisi o'ldirishga qaror qabul qiladi, o'zini o'zi o'ldirishga. Modda bor, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining demak 103-moddasiga asosan o'sha shaxsni o'zini o'zi o'ldirish darajasigacha yetkazish bir guruh shaxslar tomonidan amalga oshirilgan bo'lsa, bunda ham javobgarlik 7 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Akasi bilib qoladi, akasi bilib qolib, keyin o'sha o'zini sheriklarini strelkaga chaqiradi-da, ulardan spros qilish uchun, boshqa qilish uchun o'sha o'lib ketgan qizni akasi bo'g'ay turganda uni sheriga oladi-da, hozir mana pichoqlab qo'yadi. Pichoq tiqib olish bu o'sha o'ldirish, ya'ni 97-modda bor. Bir guruh shaxslar tomonidan o'sha u yoki bu shaxsni o'ldirish degan moddani qo'yilishi mumkin, 97-modda. Buning uchun ham uzoq yil muddatlarga ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin odam. O'ladi u bola, ya'ni o'sha pichoqlagandan keyin
nima qildim men deb tushunmaydi-da, u kalta yeb turgan bola tushunmaydi nima bo'lganini, keyin bu aytadi, oxiri men singlimni shunday qilgansan deb. Yaqinmiz, gapir! Singlimiz zo'rlab sani Fotimani o'zini osib qo'ydi-yu. Nima? Endi bu yerda bitta joyi bor, o'sha zo'ravonlardan bittasi krutoy bo'ladi. Uning dadasi ham seryozni odam bo'ladi. O'sha endi o'sha zamonlarda Mo'sh ko'chani odami deymizmi, qanaqa bilmaymiz. Va u odamga kelib dadasi yig'lab, "Men shu meni qizimni, men shunaqa seni o'g'ling zo'rlabdi, shundan keyin o'zini osib qo'ydi, o'lib qoldi" degandan keyin bo'ldi, mayli xafa bo'lma deb chiqarib yuboradi-da, keyin o'zini xodimlariga topshiriq beradi, uni o'ldirib yuboringlar. Endi nima qilamiz, xo'jayin? Sen mendan so'rayapsanmi? Yakka yagona o'g'li. Qonundagi moddasini aytmaysanmi? Bu yerda ham o'sha oldindan til biriktirib, zakaz qilganligi uchun alohida modda bor Jinoyat kodeksida. U odamni yana o'ldirish, yana 97 ni qo'yish mumkin. Ya'ni dadasi zakazchi bo'lib, dadasini o'ldirtiryapti. Bu yerda o'g'lini pichoqlab qo'yishyapti. Undan keyin o'sha ikkalasini jasadini suvga tashlab yuborishyapti, o'rab turib, mana. Bugungi kunda agar shunaqangi holatlar bo'ladigan bo'lsa, bu hammasini topadi. Kimmi farqi yo'q, ko'chami, boshqami, zakaz berdimi, misol uchun farqi yo'q. Bag'da meni o'ldirib qo'ydimi, ani o'rab turib paketga tashlab yuboryapti, misol uchun, yoki suvga oqizib yuboryapti, bo'ldi, yo'q bo'lib ketdi. Yo, bugungi kunda juda ham texnikalar zo'r ishlaydi, hamma narsani topishadi, hamma yoq kamera. Endi bu nechinchi yillarda chiqqan, o'sha paytda bo'lishi mumkin edi, lekin bugungi kunda bu narsalarga yo'l qo'yilmaydi. Buning uchun uzoq yillarga o'sha 97-modda bir nechta buketlarni hammasini qo'yib turib, hammasini optimiga javobgar qilinishi masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Bu yerda demak o'sha dadasini o'ldirib yuborishyapti, o'g'lini o'ldirib yuborishyapti. Endi o'sha jinoyat fosh bo'lmasligi uchun nima qilinyapti? O'sha zo'ravonlarda ana qiz yozib ketgan xat bo'lardi-da. Asosiy dalil o'sha xat. O'sha yerda yozib ketgan qiz, "Mana bunaqa ishlar bo'ldi. Men bu odamlar bor edi, meni zo'rlashdi, men shuni deb o'zim osib qo'ydim" deb o'sha xatni oladi-da, men bu odamga olib kelgan-ku, xatni olib qolib, dadasini o'ldirgandan keyin cho'ntagidan xatni olishadi. O'sha xatni olib, mana men yerda yoqib yuboradi. Yoqib yuborgandan keyin, demak, o'sha asosiy, ya'ni bularning harakatlarini tasdiqlaydigan dalil yo'q va shuni oqibatida, demak, o'sha jinoyat, ya'ni fosh etilmay qolish ehtimoli yuqori. O'shaning uchun dalillarga juda ham e'tibor berish kerak. Dalillar agar yo'qolib qolsa, jinoyatlarni bir raskrivat qilish, ya'ni jinoyatlarni dokazovat qilish juda qiyin bo'ladi. Men bitta mana Shahzoda degan qo'shiqchi juda chiroyli rol o'ynab bergan. Bu qiz 18 ga kirganligi uchun o'zi qoladi. Ya'ni o'sha paytlarda detdomga yoki boshqa joyga ketmaydi. Bu qiz o'sha voyaga yetgan bo'ladi. Bu qizda apasi, ya'ni o'lib ketdi, akasini ham o'ldirib yuborishdi, dadasini ham o'ldirib yuborishdi. Mana shunaqangi, mana keyin qizni o'zi uyda qoladi. Demak, kinoni davomi shunaqangi ajoyib bo'ladiki, o'sha qotil bor-ku, ya'ni o'sha zo'rlagan, buni apasini, keyin akasini o'ldirganligida qatnashgan odam kelib turib, qizga kelib turib, o'lib ketgan qiz Fotimani singlisiga, mana Shahzoda bor-ku, aktrisa, o'sha rolni, Zuhraning rolini o'ynagan, o'sha qizga keladida, "Men akangni qotili Shohruh degan bola, o'shani qidiramiz davay" deydi-da. "Men senga yordam beraman" deb, keyin yoki bu o'zi Shohruh o'zi bo'ladi u, lekin men bu qiz bilmaydi-yu, sodda-yu qiz. "Bo'ldi, davay birga qidiramiz" deb turib, olib qatlarga yurishadi, tog'larda qidirishadi, aytga-betga borib, tipa Lyubov Markov bo'ladi, tam shu yaxshi ko'rib qolishadi. Rams. Salom. Salom. Qalaysan? Yaxshi, rahmat. Kim u yigit? Mashinadagi. Ha, Tohir aka. Akam o'rtoqlar ekan, menga yordamlashib yuribdilar. Zuhra, men u bolani yaxshi taniyman. Uni ismi Shohruh. Shohruh. Keyin, конечно, hamma qing'irish tiqiyig'i 40 yilda chiqadi degan gap bor. Demak, hamma haqiqat baribir bir kun kelib yuzaga chiqadi. Bu Zuhra singlimiz bilib qoladi, haqiqiy Shohruh o'sha yonida yurgan o'sha insonligini. Keyin bu qiz yig'laydi, u aka keladi. O'sha paytda takoy bir epizodi bo'ladi, ya'ni bundoq qarab turib bir-biriga so'zlarsiz biladi-da, u bola yengil tushundim bo'ldi deydi, "So, masala yo'q" deydi, "Men qaytdim" deydi. Undan keyin u qiz nima qiladi? Kelib turib yig'laydi, u qabristonga boradi.
gaplashadi, boshqa qiladi, eslaydi. Keyin bitta men qiziq narsada mana bu qiz mana shu narsani bilgandan keyin plan qiladida, shu Shohruxning uyini kelib turib yoqib yubormoqchi bo'ladi. Yoqib yubormoqchi bo'lganda Gurgut ham chaqilmay qoladi. Mana shu joyga e'tibor bermoqchiman. Ya'ni bu yerda kinoda bitta narsaga men hayron qolganman. Hech kim ichki ishlarga murojaat qilmayapti. Ya'ni boshida bildi mana bunaqa holat bo'lganini, singlisi bildi, boshqa bo'ldi. Endi bu, конечно, kino, bugungi kunda, современный hayotda agar bunaqangi holat bo'lsa, birinchi o'sha 102 ga telefon qilinadi. Shu bilan o'zgarib ketadi kino. U yog'i tergov bo'ladi, toshturma bo'ladi yoki IVS bo'ladi, boshqa nimadir ketdi, sud-put bo'lib odamlar qamalib ketadi. Bu yerda ham, ya'ni odam borib turib ichki ishlarga murojaat qilmayapti, boshqa narsa qilmayapti-da, o'zi kelib turib yana jinoyat qilmoqchi bo'lyapti. O'sha singlisini o'zi qancha jinoyat bo'lib ketdi bu yerda. O ko'ryapsizlar, mana odam o'g'irlashdan boshlab zo'rlash bor, keyin demak u nima, ya'ni odam o'ldirish bor, zakaznoy убийство bor, undan keyin o'sha dalillar yashirilyapti. Borib turib endi bu qiz oxirida kelib turib, demak uyni ham yoqib yubormoqchi bo'lyapti. Poджогga ham javobgarlik bor, qonunchilikda o'rnatilgan, ya'ni birovning mulkini kelib yoqib yuborganlik uchun buning uchun ham o'sha qamoq jazolari belgilangan. Jinoyat kodeksida tegishli moddalar bor. Lekin nimadir bo'lib Gurgut chaqilmay qolyapti, mana aka paydo bo'lib qolyapti. Hozir ko'ramiz nima bo'ladi. Kechir meni Zuhra. To'g'ri uchun deyapti. Zo'r endi mana singling, doping, mana bunaqa ishlar bo'lib ketdi, akang ham o'lib ketdi, dadang ham o'lib ketdi, lekin to'g'ri tushuntirish degani mana shu holat bo'ladi menimcha. O'sha momentda men dadasi kelib qoladi, dadasi kelib qoldi, men benzinga kelyapti deydi, dadasi bittada tushunadi. O'zini odamlarni aniq ketidan yugurtirib, "Davay borib topib keling" deydi. Ular borib turib u qizni topolmaydi. O'sha Ramiz degan o'rtog'i paydo bo'lib, ala как будто sevishganlar bog'otda turgandaqa qilib, odamlar topolmay qoladi. Keyin shu kinoni oxirida u qiz nima qilishni bilmaydi, "Men senga minglanadi" deb xat yozadi, "Xudoga solin" deydi. Shu bilan bala o'qiydi xatni, o'qib turib, "Voy, nima bo'ldi ekan" deb qayergadir yuradi, haydab o'rtoqlari bilan aynan o'sha zo'ravonlikda qatnashgan o'rtoqlarni ketdi deydi-da, qayergadir o'sha toqqa qarab bochka ketadimi bilmayman, qaysi tarafgadir qarab chiqib ketishadi. O'shanda keyin bu qizni, ya'ni o'sha o'lib ketgan Fatima Zuhrani tushiga kiradi-da, hozir tipa nimadirlar bo'ladi, o'sha tog'larga borib tursan ham deydi. Men joylarga juda tushunmay qolganman. No mayli, o'sha toqqa borib turganda, bu yerda ham ya'ni javobgarlik eslatib ketmoqchiman, tezligi oshiriladi. Juda tez haydaydi. U paytda Nexia 2 Legenda degan mashinani tez haydaganligi uchun avariya bo'ladi. Avariya bo'lib, og'darilib, tuda-suda bo'lgandan keyin shunday o'rnidan turib, "Oy" deb bunday qo'lini cho'zadi. U yog'idan fantastik bo'lib ketgan. Ba'dan Shahzoda aktrisa kelib, shu Zuhra keladi-da, bundoq qarab turib, "Bu kuningdan battar bo'lgan" deydi. Ichida endi men o'zim tushunadi degan deb tushunganman. Shu bilan o'lib ketadi hammasi. Keyin skorilar ke, skori ham o'sha paytda Damas bo'lgan ekan. Skori keladi-da, kelib turib, haligi o'liklarni olishadi. Shu bilan kino tugaydi. Mana shunaqangi sizlarga Sherligildan legendarniy Fatima va Zuhra kinosini razbori bo'ldi. Kommentariyalarda yozib ketinglar, yoqdimi, yo'qmi? Nima fikr bildirasizlar? Oldin shunaqangi narsalar bo'lganmi? Kim yaxshi ko'rib ko'rganmi shu kinoni? Va bugungi kunda agar shunaqangi holatlar neday bog' agar qilinsa, nima bo'lishi mumkin? Meni fikrim bu kino menimcha 5-minutda tugaydi bugungi kunda. Chunki sarazi 102 ga telefon bo'ladi. Shu bilan ssenariylar va shu o'zgarib ketadi. U yog'ini o'sha turmada, zonada, sudda boshqani kinosini ko'rsatsa bo'lsa kerak xolos. Oldin endi mana shunaqangi chiroyli kinolar bo'lgan, lekin juda ko'plab SNG davlat, biz Qozog'istonga ham borganmiz, boshqa joyga ham borganmiz, hamma maza qilib ko'rishgan mana Fatima va Zuhra kinoni. O'ynagan aktyorlarga ming rahmat, rejissyorga ham ming rahmat. Bu kinoni olishdan maqsad ogohlikka chaqirilgan. O'shanda mana shu hamma narsa ko'rsatilgan. Fohishalik bilan shug'ullanmanglar, ko'chada o'zlaring yolg'iz yurmanglar, ya'ni bemahalda qizlar ayniqsa har xil ko'chalarga kirib yurmanglar. Demak, men bu odam o'ldirganligi, boshqa buning uchun jinoiy javobgarliklar borliklari haqidagi ogohlikka chaqirish haqidagi kino bo'lgan. Sog' bo'linglar, Sherligilni kuzatishda davom etinglar, izohlarni yozib ketishni unutmanglar. Berегите себя, всего самого хорошего.